Assalomu alaykum, Arashan ishqibozlari. Bugun bizni qo'ramizda chiroyli savdo bo'ldi. Ikkita sovlig'imiz Buxorolik Yusufbek Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun Boshpolvonning xizmatiga kelib, buldozerning primoy balasi Shavkat akadan chiqqan ekan inshaalloh. Qo'chqor bilan buni to'xtimi? To'xt qaysi liniyali? Bayarning qizi. Bayarning qizi. Ikki tish qo'zi. Ikki tish qo'zi Bayarning qizi mo ikkovini uysa savdo qildik. Quvonchboy. Keyin aqchadan barakat topib, ha, Xudosh. Aqchadan barakat topib. Barakat topib. $40,000 bo'ldi inshaalloh. Buni savdo yaxshi niyat qilib qo'chqorda oldik. Shu Qirg'izning nomusiga yaxshi jaray turgan Vesoy qo'chqor unday bir выставка o'ynaydi. Yaxshi niyatda oldik. Qo'chqor bo'ldi, Quvonchboy. Rozi. Barakasini topib. Yaxshi bo'ldi. Xudo shedevrdan qochib tur buyursa inshaalloh. Yaxshi qo'yib kerak degan niyatdamiz. İki tarafga Allah bereketini versin sana. Assalomu alaykum, Arashan ishqibozlari. Biz o'zimizni qo'ra tug'ilgan grafliniya sovliqchalar. Tomoshaga. Junlari simjun. Kimdir shotka jun deydi. Ikkalasining otasi bitta grafliniya qo'chqor. To'qqiz-o'n oylik atrof. Sifat narsalar. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ranglariga e'tibor qilib qo'yasizlar. Dummalari ham razrez. Assalomu alaykum Arashan qo'shqibozlari. Alfani o'g'li, xudo xolisa. 3,5-4 oylik bo'lib qoldi. Yonidagi onasi. Onasi o'tgan yili urg'och bergan Kreserdan. Undan oldingi yili Blatnoydan qo'chqor bergan, Borvi degan. Borvi aypanda. Fardin ekan qorasida buni akasi, ota boshqa. Lekin ona bir. Maşallah. Bu alfadan düştü bir. Onası o'sha yotgan beriki. Maşallah. Qo'chqor. Egizdi. Sherigi qora. Buni sariq, svetli. Maşallah.
Bu onasi. Alfa. Şedevr oğlu. Otasi Şedevr. Buni onasi 13 ga tarabli. Kasyaklari 5 maşallah. Rashad Gabbaz xo'rasida tug'ilgan. Alloh hammaga nasib qilsin. Natijalari juda go'zal. Oltish. 2,5 yosh. Orqadagi shuni o'g'li. Qo'zitishda bo'yi metr qashdi. Esto. Mana bizlarda kecha Girakl qo'chqorimizni qizi tug'ildi. Oradan bir kun o'tmay onasi Tayson qo'chqorning o'g'lidan qochyapti. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Mana ona bola. Tayson o'g'li. Ramindan kelgan sog'liq. Qo'zilikda olgandik. Джамат, вообще почему важно ездить по хозяйствам, знакомиться с орошановодами, перенимать опыт, особенно для тех, кто начинает, потому что это дает импульс для селекционной работы. Иногда мы слишком зарабатываемся в своих хозяйствах, и нам кажется, что наши хозяйства и наши бараны – это предел совершенства. Но когда приезжаешь на вот такие хозяйства, ты видишь результат работы своих коллег, других селекционеров. И появляется импульс и желание расти дальше.